Ronaldo 2014-yil Chempionlar Ligasi finalidan keyin yig'laganining haqiqiy sababi futbol bilan umuman bog'liq emas edi. Hamma uni g'alabani nishonlayapti deb o'ylagan, lekin u o'sha paytda akasi Hugo haqida o'ylayotgan edi. Hugo Ronaldoning katta akasi bo'lib, 1975-yili tug'ilgan. U vaqt o'tishi bilan spirtli ichimlikka berilgan, xuddi ularning otasini halok qilgan illat kabi. Ronaldo yillar davomida kambag'allik va ichkilikbozlik Hugoni qanday yo'qqa chiqarayotganini ko'rib, hech narsa qila olmasdi va bu hol unga qattiq og'riq bergan. O'sha final oldidan Ronaldo akasi bilan bir kelishuv qildi. Agar men bu trofeyni yutsam, sen butunlay ichishni tashlaysan. Na ertaga, na keyingi hafta. Abadiy. Final tugab, Ronaldo kubokni ko'targanida u kameralarga poza bermadi. Telefonini olib Hugoni chaqirdi va faqat ikki so'z aytdi. Vaqt keldi. Bu ko'z yoshlar sha'an yoki kubok haqida emas, umid haqida edi. Ronaldo akasi uchun hamma narsani to'ladi. Reabilitatsiya, davolanish, tiklanishning har bir daqiqasi. Bugun Hugo sog'lom, ichishni butunlay tashlagan va Madeyradagi CR7 muzeyini boshqaradi. Bir vaqtlar ularning oila suratlarida ko'ringan kambag'allik va g'am o'rnida hozir baxt, qoniqish va osoyishtalik bor. Ronaldo tufayli haromlikning qarg'ishi tugadi va shu vaqtdan boshlab ularning oila tarixi yangi sahifadan boshlandi.